Bugungi mavzumiz Abdulla Qodiriy. Yozuvchi, shoir, tarjimon. Birinchi o'zbek romani muallifi Abdulla Qodiriy. Taxallusi Julqunboy. 1894-yil va 1938-yilda yashab, ijod etgan. Toshkent shahrida Bog'bon oilasida tug'ilgan. U musulmon va rus tili maktablarida, keyinchalik diniy madrasada va Moskvadagi adabiyot institutida ta'lim oldi. Qodiriy rus, arab va fors tillarini yaxshi bilgan. Sharq va jahon adabiyoti durdonalarini qunt bilan mutolaa qilgan. Qodiriyning hayoti va ijodi sho'rolar mustamlakasi davrida to'g'ri keldi. Orada millatning tutqunligidan ozod qilish dardi bilan yashadi va erk ozodlik g'oyalarini o'z asarlari jasorat bilan aks etdi. Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodini keyingi videolarimizda bilib olasiz. Aytgancha, bu mavzuda biz asar g'oyasi va asosiy obrazlarni tahlil qilamiz. Badiiy adabiyotda epik tur va janrlar haqida bilib olamiz.